So'nggi 1 yildan beri internetda virusdek tarqalgan video haqida gap ketmoqda. Unda Antarktidadagi muz devorining ortida joylashgan sirli, futuristik shahar ko'rsatilgan. Bu shahar xudolar shahri deb ataladi. Chunki butun dunyo bo'ylab millionlab odamlar yer tekis deb ishonishadi va uni muzli to'siq o'rab turganiga aminlar. Aynan shu videoda ko'rsatilganidek. Aslida yer biz o'ylagandan ancha katta va hujayraviy tuzilishga ega. Agar siz bularning barchasi to'qima deb o'ylasangiz, devor ortidagi yer deb qidiruvga yozib ko'ring. Xalqaro sun'iy yo'ldoshdan sizib chiqqan videoni tomosha qiling. Unda yer bizga aytilganidek yumaloq emasligi aniq ko'rinadi. Biz yashayotgan hudud esa ko'plab hujayralardan faqat bittasi xolos. Endi esa Avstraliyadagi to'siqlar perimetri nega shunchalik qat'iy qo'riqlanishi tushunarli bo'ladi. Oddiy insonlarga bu sirlarni bilish taqiqlangan. Shu sababli Antarktida hududiga kirish ham man etilgan. YouTube kanaliga profil sarlavhasidagi havola orqali obuna bo'ling. U yerda TikTokda ko'rinmaydigan videolar chiqadi. Bu mavzuga tasodifan qiziqib qolgan yoki kirishga uringanlar esa g'oyib bo'lib ketadi. Paradoks shundaki, biz yerda yashaymiz, lekin u biz bilganimizdan bir necha barobar katta.